Siz buni aniq bilmagan edingiz. Imtihon paytida konditsionerdan qora tutun chiqa boshladi va ichkaridagi odam yordam so'rab tezda harakat qildi. Lekin xuddi shu holat katta guruh bo'lgan xonada sodir bo'lganda, ko'pchilik odamlar hatto xona tutunga to'lgan bo'lsa ham hech narsa qilishmadi. Gap shundaki, olimlar odamlarning favqulodda vaziyatlarga bo'lgan munosabatini tekshirmoqchi bo'lib, imtihon sahnasini tashkil qilishgan edi. Ba'zi odamlar esa pullik aktyorlar bo'lib, ularga tutunga munosabat bildirmaslik aytilgan edi. Tutun ichkariga yopirilib kirganda sinaluvchilar ularga taqlid qilishdi. Bu esa begona kuzatuvchi effekti deb ataladi. Agar favqulodda vaziyatda boshqalar munosabat bildirmasa, siz ham shunday qilishim kerak deb o'ylaysiz va muammoni hal qilishda o'zingizni kamroq mas'uliyatli his qilasiz. Bu hatto kimdir xavf ostida qolganida ham sodir bo'ladi. Ya'ni o'nlab odamlar yoningizdan o'tib ketishi va hech narsa qilmasligi mumkin. Bu zanjirni uzishning yagona yo'li ovoz chiqarib yordam so'rash. Bu boshqa odamlarni ham harakat qilishga va xavfni to'xtatishga undaydi.